Asrga tatigulik kun yoxud darajalar o'z so'zini aytgan oqshom. Ha do'stlar, juda ajoyib o'yinlar guvohi bo'ldik. Juda ajoyib gollar guvohi bo'ldik. Birin-ketin bugungi voqeliklarni siz bilan birga eslab o'tamiz. Demak, boshladik. Demak, keyingi o'yinga o'tadigan bo'lsak, bu bizni Angliya zaminidagi o'zbek o'g'lonini eng yaxshi o'yinlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Manchester City hamda Arsenal uchrashuvi. Finalda Carabao kubogini City o'ziniki qilib oldi. Haqiqiy daraja mana shunday bo'ladi. Ya'ni bu yerda murabbiylar darajasi yaqqol ko'rinib qoldi. Manchester Cityda Donnarumma turgan holatda Traffordni maydonga tushirish bu Pepdan ajoyib yurish edi va O'Reillyni tushirish ham bu Pepning ishi va O'Reilly o'yinni hal qilib ketdi. Ko'rganingizdek, Trafford esa dahshat o'yin ko'rsatdi, ajoyib seyflarni amalga oshirdi. U tomondan hattoki 3 talik seyflarni ham ko'rdik. Pep Guardiola esa yana bir bor o'z shogirdini mag'lubiyatga uchratdi. Mikel Artetaga ko'rsatib beryaptiki, Guardiola o'z vaqtida va kerakli joyida futbolda qo'rqmaslik kerak va tavakkal ham qila olish kerakligini yana bir bor Artetaga eslatib qo'ydi. Abduqodir Husanov esa Gyokareshni bugun menimcha nafaqaga chiqarib yubordi. Maydonda eng ko'p qiynalgan Husanovdan bu Gyokaresh bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va kunni kutilgan uchrashuvi bu albatta Madrid derbisi. Oqshomni yakunlab bergan uchrashuv. Menimcha ko'pchilik muxlislar bu o'yinni jonli ravishda ko'rishdi va jonli ko'rishganiga, uxlashmaganiga afsuslanmaydigan o'yin bo'ldi. Arbeloa boshchiligida Real Madrid juda yaxshi formaga kirib oldi. Ayniqsa Vinicius Junior 16 o'yinda 11 ta gol, 4 ta assistni qayd etmoqda. Vini pik formaga chiqib bormoqda. Ikkala jamoadan ham ajoyib o'yin bo'ldi, ochiq o'yin bo'ldi. Ikkala jamoa ham bir-biridan bo'sh kelmasligini ko'rsatib berdi. Malinaning fantastik goli, Fede Valverde'dan ajoyib harakatlar, Vinicius Juniordan dubl va Ademola Lookmandan gol. Hisob 3-2, baribir Real daraja borasida o'zini ko'rsatib qo'ya oldi va endi Barselonani quvishda davom etadi. Oraliq masofada 4 ochko bor. Yarim tun bo'lishiga qaramasdan mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz haqiqiy futbol muxlisisiz. Xayrli tun, yaxshi dam oling.